Shluz klapan sanoatda ishlatiladigan eng keng tarqalgan klapan turlaridan biridir. Bu klapanlar odatda butunlay ochiq yoki butunlay yopiq holatda bo'ladi. To'liq ochiq holatda suyuqlik klapan ichidan to'g'ri chiziqli yo'nalishda juda oz qarshilik bilan oqadi. Shluz klapanlar oqimni tartibga solish yoki cheklash uchun ishlatilmasligi kerak, chunki nazorat qilish mumkin emas va yarim ochiq holatda yuqori oqim tezligi disk va tiqilish sirtini yemirilishiga olib keladi. Aytib o'tganimizdek, oqimni nazorat qilish uchun boshqa turdagi klapanlar ishlatiladi. Shluz klapan quyidagi qismlardan iborat. Qo'l bilan harakatlantiruvchi g'ildirak. Bu soat meli yo'nalishi va teskari tomonga aylanadigan g'ildirak bo'lib, disk bilan klapan o'qi orqali bog'lanadigan qismi hisoblanadi. Bu esa salnik. Salnik klapan o'qi atrofidagi bo'shliqni yopish uchun ishlatiladi va shu orqali suyuqlik sizib chiqishini oldini oladi. Klapan korpusining ustki qopqog'i. Klapan ustki qopqog'i klapanning ikkinchi muhim qismidir. Klapan ustki qopqog'i va klapan korpusi bir xil materialdan yasaladi. Klapan qopqog'i pastki korpusi bilan rezbali boltlar bilan qotiriladi. Stvol. Klapan stvoli diskning to'g'ri joylashishi uchun javobgardir va klapanni ochish yoki yopish uchun zarur harakatni ta'minlaydi. Stvolning bir uchi klapanning qo'l g'ildiragiga yoki dastakka ulanadi va ikkinchi uchi klapan diskiga ulanadi. Flans. Flans suyuqlik sizib chiqmasligi uchun ishlatiladigan rezina material hisoblanadi. Klapan diski. Bu gazlarni yoki oqimni to'xtatuvchi qismi. Shluzli klapandagi disk klapanni ochish yoki yopish uchun chiziqli harakatlanishi kerak. Klapan yopilganda liniyadagi bosim disk yuzasi bo'ylab to'planadi. Natijada disk bosimni ushlab qoluvchi bir qismi hisoblanadi. Klapanlarni diskini yasalishida chidamliligini ta'minlash uchun urib-zichrash usuli bilan ishlab chiqariladi. Klapan korpusi. Bu bosim klapanning asosiy konstruksiyasi bo'lib, u barcha detallarni o'z ichiga oladi. Klapan korpusi birinchi bosim chegarasi hisoblanib, ulanadigan quvurlardan keladigan suyuqlik bosimiga bardosh beradi. Unga kirish va chiqish quvur liniyalari rezbali bolt orqali yoki payvandlash orqali ulanadi. Klapan diskining yopilish sirti. Diskning joylashish sirtiga germetik halqa joylashtiriladi. Shluzli klapanda ikkita joylashtirgichga ega bo'lib, biri oqimning old tomonida, ikkinchisi esa orqa tomonida joylashgan bo'ladi. Germetik halqalarni eskirganda yoki shikastlanganda o'zgartirsa bo'ladi. Shluzli klapan quyidagicha ishlaydi. Qo'l g'ildiragi soat strelkasiga teskari aylantirganda suyuqlik yo'lidan dumaloq disk ko'tariladi va liniyadan suyuqlik oqib o'tadi. Qo'l g'ildiragini soat strelkasi bo'ylab o'ngga aylantirganda stvolga o'rnatilgan disk klapanni butunlay yopadi va suyuqlik o'tishini to'xtatadi. Shluzli klapan to'liq ochiq yoki to'liq yopiq holatda bo'lishi kerak. Bu videoda sizga shluz klapan tuzilishi va ishlashi haqida tushuncha berib o'tdik. E'tiboringiz uchun rahmat.